BMW Formula 1da yo'q, Mercedes nomer 1 deb katta ketayotgan Mercedes. O'zi sizlar BMW qanaqa g'onkalarda birinchi o'rinlarni bilarmi deylar. Hozirlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi mashinamiz o'sha legendarniy BMW M3 G46 GTR mashinamiz. Yevropaning Nürburgring shahrida Mercedes, Audi hamda Porsche mashinasining ustidan 30 martalab g'alaba qozongan va birinchilikni hech kimga bermagan. Ikkinchi mashinamiz BMW V12 Le Mans mashinasi 1999-yil 24 soatlik tinimsiz poygada bir o'zi ham texnik, ham tezlik bo'yicha birinchi o'rinni olgan. Uchinchi mashinamiz BMW 320 CE mashinasi. Bu mashinamiz 2006-yilda World Touring Car chempionligida ham eng yaxshi BMW haydovchisi, ham eng yaxshi mashina ishlab chiqaruvchi kompaniya, ham marraga birinchi bo'lib yetib kelgan mashina sifatida tarixga g'alabani yozgan. To'rtinchi mashinamiz BMW M4 GT3 avtomobilimiz Amerikada ham Yevropada ham eng qo'rqinchli mashina hisoblanmoqda. Sababi 50 dan ortiq gonkalarda hech kimga birinchilikni bermayapti. Beshinchi mashinamiz bu BMW M8 GTA mashinasi. Bu mashina Amerikaning shaharlarida uzoq masofali 24 soatlik tinimsiz poygada V8 motor bilan birinchilikni hech qaysi brendga bermay kelayotgan yagona legendarniy maxluq bo'ladi. Endi menchilar bu mashinaga atvet qila oladigan faktik mashinani kommentariyaga yozinglar. Sizlar uchun ham bitta video bo'ladi. Menga podpiska bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni BMWga qiziqadigan hamma tanishingizga yuborib qo'yinglar.